بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dersimizde aldı bilen Allah subhanahu ve ta'alaga pak hamd sanalarımızı yollagandan keyin her haftadaki şu devatkan ayet bilen hadisini tekrarlaymiz. Yani Allah subhanahu ve ta'ala ayette iman keltirgen kişiler Allah'tan hakiki ravişte korkunlar. Ve şundakla müminlik halatına dili öylüğüne dedi. Bunu şerhiyle bultamız, yani her katım şerhiyle atımız. Hadiste hem Peygamber aleyhisselam şeksiz ki sözlerinin en rastçıl boğunu, en doğrusu Allah'ın kitabı, hidayetinin en yaxşısı Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın ki hidayeti körsetmesi yolu. İşlerinin en yamını dinde yeniden meydana kelgen, asli dinde bulmagan narsalar şeksiz ki bütün yeniden meydana kelingen şu narsalarning hammasi bid'atdir ve barlıq bid'at zalalettir, azgınlıktır, onun cayı cehennemdir. Degan bu hadis bilan dersimizning başı bu. Biz qarindoshlar o'tgan haftadagi darsimizda so'zlangan mavzu Mahdi alayhissalom haqida bo'lgan. Yani oxirgi bir abzas qilib vaqt masalasi bo'yicha tugatamagan edik. Bugun inshaalloh oxirini davomlashtiramiz. Oxirini davomlashtirishdan burun o'tgan hafta so'zlangan narsalarni qisqagina bir o'zlashmaganligini bilib o'tmoqchi. Biz yuqorida qarindoshlarning ko'pinchisi mishadi bor. Mahdi alayhissalom haqida so'zlagan. Mahdi alayhissalom kim? Javobni qarindoshlardan kutamiz. Mahdi alayhissalom kim? O'tgan hafta biz Mahdi alayhissalom haqida so'zildik. Tushadiganmi yoki? Evet, çıkıdığan İsmi? Mehdi. İsmi? Dadısının ismi, yani ismi Peygamber aleyhisselam'ın hadislerinde kelgandek, bu Resulullah'ın ailesinden Fatima radıyallahu anh'ın nesilden El-Hasan, yani Resulullah'ın ailesinden El-Hasan ibn Ali, yani Fatima radıyallahu anh'ın oğlu, Ali radıyallahu anh'ın oğlu, Hasan radıyallahu anh'ın nesilden bulduğun ismi Peygamber sallallahu hadis kelgandek, mening ismim bilan o'xshash, dadasining ismi mening dadamning ismi bilan o'xshash degan. Yani Muhammed ibn Abdullah. Bu kishi chiqqan vaqtda Allah subhanahu va taala bu kishining qo'li orqali butkul dinga, musulmonlarga yana intayin misli ko'rilmagan darajada dünya bo'lib, tarix bo'lib misli ko'rilmagan darajada barakatlarni echitganligi, musulmonlarga qattiq yordam beradiganligi bu kishining qo'li orqali so'zlab o'tilgan bu narsalar. Payg'ambar sallallohu alayhi ko'plagan hadislarni so'zlab o'tdik. Uning keyinidan Mahdi alayhissalom Isa alayhissalomdan burunmi yoki keyinmi? Bu savolimizga. Burunmi keyinmi? Burun. Shundami? Burun deb o'tdik. Ya'ni Isa alayhissalom Mahdi alayhissalomning zamonida tushadiganligi haqida nurg'un Rasulullohning bir qancha hadislarini so'zlab o'tdik o'tgan soatdagi hadisimizda. Ya'ni yana bir savol qo'ysak, Dajjalni kim o'ldirdi? Mahdi alayhissalommi yoki Isa alayhissalommi? Isa alayhissalom o'ldirdi. Isa, ya'ni Ya'juj Ma'juj kimning zamonida chiqdi? İsa alayhissalom, yani chiqqan vaqtda Mahdi alayhissalom bilan, yani Muhammad ibn Abdullah, Mahdi bilan Isa alayhissalom ikkisi ba. İsa alayhissalom Dajjalni o'ldirdi deb Rasulullohning hadisi kelganda.
Yana bir masala qiyomatning alomatlarini payg'ambar alayhisalom qanday sifatlagan? Qiyomatning cho'ng alomatlarini qanday sifatlagan Rasululloh? Al-alamat wa fi riwaya al-amarat kharazatun manzumatun fi silkin fa in yaqta'u as-silku yattabi'u ba'daha ba'dan dedi Rasululloh hadisida. U faqat bir nimadiki, jiptiki, xuddi tasvirni o'xshatsak bo'ldi. Marjonga o'xshash bu narsa. Agar bu ip uzilib ketsa, orqadan bu narsa marjon to'kilib tushganda, alomatlar orqa-orqadan ba'zi agishib keldi Rasululloh. Hamda bu Mahdi alayhissalom to'g'risida chiqirganlik to'g'risida nurg'unlagan islom tarixiga qarasak, nurg'unlagan yolg'onchilar, dajjollar chiqib o'zini Mahdi deb e'lon qilgan tarixda. Acaba bizga islom bu narsani Mahdi alayhissalom to'g'risida chiqirganligini, shundoq bir kishining keldiganligini qiliblam, uningga muayyan alomatni bermay tashlab qo'yganmi? Ummatni hattoki tengir qilib qoladiganqa. Yoki uningga muayyan ummat chiqqan vaqtda uning ashininki haqiqiy Mahdi ekanligini bilalaydigan alomat bekitganmi Rasululloh? Islom. Qaysi alomat? Eng cho'ng alomati? Kabiga o'zini yo'shinib, Kabiga o'zini qo'ldan Kabiga panoh tilab Kabiga boradigan kishi, shundami? Endi bu alomatlarning nimasidan payg'ambar alayhissalom hadisida Oisha onamiz hadisni rivoyat qilib shunday dediki, bir kuni Rasulullohninki uyquda g'ayri harakatlarni, odat qilmaydigan g'ayri harakatlarni qilganligini ko'rmaydi. Buxoriy va Muslimda rivoyat qilingan hadis. G'ayri bir odatlarni, harakatlarni qilgandan keyin men Rasulullohga dedim dedi. Ya Rasululloh, men seni odatda sen qilmaydigan harakatlarni qilganligini ko'rdim. Nima ish qilganingni deb so'radim. Payg'ambar alayhisalom dediki, "Al-ajabu anna unasan min ummati ya'ummuna al-baytal haram." Mening ummatimdan bir munchilagan kishilar, ya'ni Baytullohil Haram tarafga qarab, shu tarafga qarab menayotganligini ko'rdim dedi. Ya'ni bir Qurayshlik bir kishininki, ya'ni shu Makkaga, Ka'baga panohlanib olgan bir kishini maqsad qilib, shuni vayron qilish uchun, shuningga urush echish uchun bir munchilagan kishilarninki, uningda yana oxir dediki, "Fayakhruju ilayhim jayshun hatta idza kanu bil bayda." Ular shundoq bir armiya askar chiqdi. Hattoki ular shu bir kishini yo'qotish uchun, shuning bilan birga va iymon etgan Mahdi alayhissalomning atrofiga to'plashgan bir munchilagan noit son jihatda ham oz, kuch jihatda ham oz, ya'ni qoral jihatdan ham oz bo'lgan bu kishilarningki yushunib olgan, panohlangan bu kishilarni maqsad qilib, shuni vayron qilish uchun askar tatib boradi dedi. Hattoki ular Bayda degan yerga kelgan vaqtda, ya'ni biz sahro, Allah subhanahu wa ta'ala ularni ziminga cho'ktirib o'tdi dedi. Yutqizib o'tdi. Oisha radhiyallohu anha dediki, "Ya Rasululloh, inna at-tariqa yajma'u an-nas." Yo'lg'i degan bu yo'llarga nurg'unlagan kishilar to'plashadigan ya. Bu uning ichidan, bu armiyaning ichidan maxsus masalan Mahdi bilan urushish uchun chiqqanlar va ularning ichidan nim bo'lgan o'zining ba'zi dunyoviy maslahatlarini bajaraman deb chiqqanlar bu ko'chaga. Nima uchun Alloh subhanahu va taolo bu yo'lning hammasini cho'ktirib o'tdi deganda payg'ambar alayhisalom, "Na'am fihimul mustabsir wal majbur wa ibn as-sabil yahlakuna mahlaka wahid." Ularning ichida haqiqatan nimish bo'lgan deb surishtigil chiqqanlar bor va bir hojat uchun chiqqanlar bor, yo'lovchilar bor, lekin ularning hammasi bir odam halok bo'lganga o'xshash halok bo'ldi bu yerda deydi. Lekin Alloh subhanahu va taolo yasduruna masadira shatta yab'asuhumullohu ala niyatihim. Niyatlariga qarab turib, ondan ularni ya'ni turg'izdi dedi. Niyatlariga qarab turib turg'izdi ularni. Deb shu hadisni so'zlab o'tgan. Yana bir hadisda, Muslimda rivoyat qilingan hadisda ulardan faqat bir qancha bir ikki odamdan boshqa hammasi vayron bo'ldi. Bu bir ikki odamning qilib qilishi, ya'ni hattoki boshqalarga o'zining ko'rgan qattiq tatgan shu azobini boshqalarga xabar qilish uchun bir ikki odamni ham qoldirib qo'ydi Alloh subhanahu va taolo deydi. Qutulib qolganlar ichida. Endi bu alomat, bu narsa oshkor bo'lgan vaqtda, o'tgan soat dedik, butun, ya'ni ziminga shu qadar chaqmoq tezligida buning xabari butun dunyoga taraladi. Taralgandan keyin butun dunyodagi har bir la ilaha illalloh degan haqiqiy mu'min bo'lgan kishining hammasi shu qo'shinga qo'shilib Alloh subhanahu va taolaning yo'lida yoki shahidlik ta'min etig'icha yoki bo'lmasa shu qo'shin bilan Mahdi alayhissalom bilan birga islomning eng cho'ng g'alabasini ko'rguncha urush uchun zimin yuzidagi har qanday mu'min Baytullohil Haram tarafga qarab safar qildi.
qodir bo'la oladiganligi har qanday mo'min shu tarafga qarab safar qildi dedi. Hamda bu hammasi xush bishoratlar ummatga kelgusida keladigan oxir zamonda keladigan Rasulullohninki hadislarda kelgan xush bishoratlar. Uning keynidan biz Isa alayhissalomninki tushish shaklini, Isa alayhissalom naga tushdi, qanday shaklda tushdi, hattoki kiyimining rangidan tortib naga tushdigan tortib Rasululloh uchuq hadisida sifatlab bergan, bizga bayon qilib bergan. Buni kimning yodida bor? Isa alayhissalom qanday shaklda tushdi? Naga tushdi? Isa alayhissalom ikki parishtonga ikki qontoq, ikki olqinni qo'ygan odatda, soqollardan suv iqib turgan odatda, Shamniki sharqida Damashqning sharqidagi Dimashqning sharqidagi bir munosabat. Rasulullohning hadisida shuni so'zlab o'tdik. Payg'ambar alayhisalom Sahih Muslim rivoyat qilgan hadisda shunday bayon qiladi-ki, yanzilu Isa ibn Maryam bayna mahrudatayn ay bayna thawbayn mumassirayn yamilu lawnu thawbayn ila as-sufra. Isa alayhissalom ikki kiyimning orasida, ya'ni ikki kiyim kiygan holatda u kiyimning rangi seriqqa moyil bo'lgan, sog'uch bir rangda moyil bo'lgan holatda shu holatda tushdi. Ya'ni ikki qo'lini, ikki olqinini, ikki farishtaninki qanotining ustiga qo'ygan holatda va soqollaridan xuddi yangi tahorat olgan soqolliq bir kishi tahorat olgan kishininki soqolidan tahoratning suylari iqib turgan holat, iqib tomchilab turgan holatda tushdi dedi. Damashqning sharqidagi oq munorga deb shuna degan. Bunun keynidan İsa alayhissalom tushgandan keyin Falastinga qarab yo'l oldi İsa alayhissalom. Bu yerda Mahdi alayhissalom bilan uchrashib, Mahdi alayhissalomning namoz mu'minlar bilan musulmonlar bilan namoz o'qiyotganligini ko'rib, Mahdi alayhissalom buni bilib, safning keyniga chekinadi. Chekingan vaqtda İsa alayhissalom imom bo'lib berish uchun namoz o'qib berish. Ya'ni boshqa hadislarni rivoyat qildik. Bizga namoz o'qib bergan degan vaqtda İsa alayhissalom unmaydi. Bu ummatga, Muhammad alayhissalomning ummatiga Allohning bir ikromidir. Sizlarning imominglar o'zinglarning ishidan bo'ldi deb bu so'zni deb imom bo'lishga unmay, keynida jamoat bilan qo'shilib, jamoatga iqtido qilib, imom iqtido qilib namoz o'qiydi İsa alayhissalom. Bu yerdagi Falastinga borgan vaqtda Mahdi alayhissalom shu yerda namoz o'qiyotganda, bu yerga kirgan vaqtda keyniga sapning keyniga chekinganda imom, ya'ni Mahdi alayhissalom, ya'ni keynda mo'risdan ittirib namozda turaverishga buyurdi. Bu namozni ado davomlashtirishga. Uning keyindan bir Dajjalni o'ldirdi İsa alayhissalom. Uni o'ldirgandan keyin o'ldirib qaytish yo'lida Ya'juj Ma'jujni Alloh subhanahu va taolo zaminga chiqarganligini xabar berdi İsa alayhissalomga. Men shunday bandalarni chiqardimki, ularni la qudrata li ahadin ala qitalihim. Hech qanday bir kishininki ular bilan urush qudrati yo'q. Fahazzir ibadi ila tur, mening bandalarimni tur tig'iga ogohlantirgan. Tur tig'iga boshunda shuna deganda Allah'ın Peygamberi İsa aleyhisselam ve bütün müminlerin hammasi Seyna'daki Turti'ye qarab şu tarafga qarab mağdu dedi. Şuraya panah bulunuş için. Ya'juj Ma'juj çıkıdı. Hiç qandaq zimin ahlida aldı uçurgan lekin hammasini vayron qilib mağdu bular. Bütünlay hammasini o'ldirib shundaq, hatto shu nejis so'zni qildiki, zimin ahlini vayron qilib bo'lgandan keyin ular osmon ahliga chiqamiz, endi osmonni vayron qilamiz deb o'zlarining o'qlarini osmonga otganda Alloh subhanahu va taolo ularning o'qlarini qonga bo'yalgan qizil holatda qaytarib berganda biz osmon ahlini ham o'ldirdik deb shundaq ko'ranglab po'chilishib shu ziminda shundaq buzuqchilik qildi. Oxirida İsa alayhissalom Allohga yalvorib deydiki, ziminni bularning nejisligidan, bularning iflosligidan ziminni paklab berishga duo qilgandan keyin Alloh subhanahu va taolo ularga ana shu takabbur kishilarga nimani avatdi dedik? An-nag'afyan, to'ygining burnidagi kichikkina bir qurut, ya'ni shunda qurutni musallat qildi Alloh subhanahu va taolo. Ya'ni boshqa büyük, yani Allah'ın hamma narsa, tabiatdagi bütün narsa Allah'ın armiyasi. Boshqa cho'ng-cho'ng narsalarni ishlatishning o'rniga eng kichik, ya'ni haqir, hech kim ko'zga ilmaydigan ana shu maxluqni, qurutni Alloh musallat qilib, ularni shu qadar vahshiy holatda o'ldirdi. Hammasi shuna vayron bo'lib o'ldi. Hattoki zimin ularning sesiqchilikqa, jasadining sesiqchiligiga to'lib ketib, İsa alayhissalom yana Allohga duo qilgandan keyin, xuddi noiti yo'g'on Xuroson to'ygilarininki bo'ynida shundaq yo'g'on qushlarni avatib Alloh ziminni ularning sesiq jasadlaridan Alloh xohlagan yerga hamma jasadlarni olib ketdi bu qushlarni avatgandan keyin.
Uning keyin Alloh zaminga bir yomg'ir yog'dirib, shunday zaminni poklaydi-ki, aynakka o'xshash bo'lib ketdi bu zamin dedi. Ya'ni nurg'ullar hadislarni keltirdik, hammasi so'zlab o'tamaymiz. Yana bir aslitish bo'lsin dedim. Hamda bugungi darsimizga kelsak, ya'ni uning keynidan darsimiz boshlashdan burun bu zamin poklangandan keyin Alloh subhanahu va taolo bu zaminga shunday bir barakatni berib o'tadiki, osmon o'zining yomg'iridan hech bir narsani qisib qo'ymaydi. Zamin o'zining undirdiganligi butun meva-chevalarni shunday mo'l holatda beradiki, ya'ni hattoki ba'zi rivoyatlarda bor, ya'ni odatda masalan yirtqich hayvonlar, ya'ni bir-birini yeb kunib ketgan shu yirtqich hayvonlarmi bir-biri bilan birga o'tlaydi deydi. Ya'ni shunday hayvonlardan tortib bir-birini yemaydigan, shu qadar tinchlik, shu qadar bir barakatli bir hayot bo'ldi deydi. Hattoki payg'ambar alayhisalom shu hayotda yashashni orzu qilgan deganki, tubali ayshin ba'dal masih degan. Ya'ni Masih alayhissalomdan keyingi hayot nima degan go'zal bir hayotdir. Demak, mana bunday bishoratlarni bergan bugungi darsimiz kelsak, oxiri, shu darsning oxiri. Bugungi kunda islom ummatini, dunyodagi islom ummatini quruqlikdan bo'lsin, dengizdan bo'lsin, havo tarafdan bo'lsin, hamma tarafdan qo'rshab turayotgan, islom ummati kelayotgan, islom dushmanlaridan kelayotgan bu ummat yashayotgan ochiq bir reallikka qarab, bu yerga qaragan vaqtimizda ummatga nihoyat bir qiyin kunlar ummatning oldida deydi. أرى أن كثيرا من المسلمين الآن يتعلقون بالمهدي عليه السلام تعلق المتواكل المسلوب الإرادة ويتوقع كثير منا أنه ينبغي لنا أن نترك الأمل. Bugungi kunda musulmonlarning ko'pinchisi Mahdi alayhissalomga shunday bir tavakkul qildiki, shunday irodasini, ya'ni xuddi u insonning irodasi tortib olingan, irodasi yo'q qilib etilgan bir tavakkul qilg'uchiga o'xshash shunday tavakkul qildi dedi. Ya'ni ko'pinchilari ilmni tashlaydi, amalni tashlaydi, jihodni tashlaydi. Bir bu din uchun xizmat qiladigan tirishchanlik, bir ato qilish bir narsani, bir harakat qilish, zodi bir ish qilish bu din uchun deydigan bu narsalarni tashlab qo'yib, nima da'vo bilan desa, ya'ni zamon Mahdi alayhissalomning chiqish zamoni yaqinlab qoldi. Nurg'unlagan alomatlarni ko'rib turyapmiz. Rasulullohning bergan nurg'un alomatlari ko'z oldimizda, atrofimizda nurg'unlagan ko'p. Rasulullohning bergan alomatlari aynan Mahdi alayhissalom chiqishdan burun keladigan nurg'un alomatlar ko'z oldimizda, atrofimizda ko'rib turyapmiz. Ya'ni uning chiqish zamoni yaqinlab qoldi deb bu yerda nurg'un amalnimi, ilmnimi, jihodnimi, nurg'un bu din uchun xizmat qiladigan bir narsani tashlab qo'yib, ya'ni shuningga yo'lni o'ylab turganligini ko'ramiz dedi. Bu ummatdan bo'lgan, bu qavmdan bo'lgan bir ahmoqlik, bir do'tlikdan iborat dedi. Agar undaq bo'lmagan bo'lsa, ya'ni bu hadislarning hammasini xabar bergan, bu voqealiklarni, bu maydonga kelgan bu ishlarni xabar bergan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, ya'ni bu ishlarning mutlaq holatda, koinotda chuqur mutlaq holatda yuz berganligini nihoyat aniq biladi Rasululloh. Lekin ana shundoq turib, ya'ni agarda shundoq saqlab turgan ish qilgan bo'lsa, Rasululloh saqlagan bo'lsa dedi. Ya'ni hech qanday ishni qilmay, shu vaqtda Mahdi alayhisalom keldi deb ham saqlab, hech qanday Alloh yo'lida jihad qilishda qonmi to'kmay va bu shu Mahdining da'vatini qilib shu keldi oxir zamonda deb qo'yiblam. Alloh subhanahu va taolo uning quli orqali oxir zamonda dinga nusrat beradi degandan iborat bu narsani qilib jim o'ltirgan bo'ladi dedi. Hech bir tirishchilik ko'rsatmagan bo'ladi. Lekin payg'ambar alayhisalom hargiz bularning hech birini qilmadi. Balki jihad qildi, urushdi. U yo'lda o'zining jinini, qinini, ruhini, hamma narsani, mol dunyosini, ya'ni bu dinga yordam qilish uchun, bu dinning nusrati uchun ega bo'lganligi hamma narsasini Rasululloh butun sahobalar bilan bu din uchun yo'l taqdim qildi, bu narsani chiqardi. Alloh subhanahu va taolo bizni bu din bilan qanday qildi? Bu din bilan bizni banda qildi. Bu din bilan bizni mana bu dinga e'tiqod qilib yashash uchun Alloh subhanahu bizni bir qul, o'zining bir quli, bir bandasi qildi Alloh subhanahu taolo. Shuning uchun yajibu alal ummati al-ana an ta'iya anna ma waqa'a laha waqa'a wifqa sunanin rabbaniyya. Ummat shuni bilishi kerakki, bu ummatning ustiga kelayotgan butun narsalarningki ilohiy qonuniyatga asosan, ilohiy qonuniyatga muvofiq holda kelayotganligini bilish kerak va shundaqli bu ummat, islom ummati shuni ham bilish kerakki, shu vaqtning ichida hargizmi g'alba, nusrat deydigan narsaninki Alloh subhanahu va taolo bu ummatga g'albini qanday qo'lga keltirish to'g'risida bergan yo'l yo'riqsiz, islomning yo'l yo'riqsiz
Allohning qonuniyatsiz holatda qalbiga hargiz erishilmaydiganligini ham bilishi kerak. Har qanday da'voni qilsa ham. Bu Allohning qonuniyati hargiz almashmaydi va o'zgarmaydi. Shuning uchun marfudun an nu'alliqa kull axta'ina va kull taqsirina va kull hazaimina bi aduwina al-khariji. Ya'ni bütün xatoliklarimizni, bütün kamchiliklarimizni va bütün mag'lubiyatlarimizning hammasini biz sirtqi dushmanlarimizning ustiga otib qo'yib, o'zimizning kamchiligini ko'rmay, o'zimizning kamchiligini bilmasdan hammasini sirtqi dushmanga, kofirlarga otib qo'yish bu dinda butunlay marfud, cheklangan ish bu deydi. Ya'ni o'zimizning kamchiligini oqlab bu yerda uningga har xil sabablarni ko'rsatishimiz, bütün qiyoslar, har qanday qiyosda etsangiz, bu butunlay xato, cheklandi bu dedi. Rad qilindi bu narsa. Alloh subhanahu va taolo dediki: "Avalamma asabatkum musiba qad asabtum mislayha qultum anna hada qul huwa min indi anfusikum." Sura Ali Imronda. Ya'ni bu bizga shunday dars bo'laydiki, Rasulullohning Uhud yani. Sizlarga bir musibat kelgan vaqtda, ya'ni musulmonlar Uhud g'azotida 70 musulmon o'ldirildi, ya'ni shahid qilindi. Qilgan vaqtda, ya'ni shu kelgan vaqtda qad asabtum mislayha. Ilgari sizlar nimada Badrda uning ikki hassiga erishgan edinglar. Ya'ni 70 mushrikni 70 o'ldirib, 70 ni asirga olgan edinglar. Dedinglarki, hayron qilib, ajablanib dedinglarki, biz musulmon, Rasululloh bizning ichimizda bor, bizning sirtimizdagi kishilar ham ko'p. Shundaq turib, bizga nadin keldi bu mag'lubiyat? Anna hada oyatda Alloh subhanahu va taolo shunday tushuntirdi. Nadin keldi bu mag'lubiyat bizga? Qayerdan kelib qoldi bu mag'lubiyat deb shunday ajablandinglar. Aytqini Muhammad sallallohu alayhi va sallam, huwa min indi anfusikum. U sizlarning o'zinglarning Allohning buyrug'iga itoat qilmaganliginglar uchun, Allohning rasulining buyrug'iga itoat qilmaganliginglar uchun, ya'ni Rasulullohning bir buyrug'i ado qilmaganligi uchun, tur degan makonda turmaganligi uchun, bir buyruqqa Rasululloh shularning qo'mondoni bo'lsa-mu, Rasululloh shularning ichida bo'lsa-mu, Allohga eng suyimli payg'ambar qo'shinning qo'mondoni bo'lsa-mu, g'alaba qilinmadi. Alloh ularningki buyruqqa, islomning buyruqqa, Rasulullohning buyrug'iga bo'ysunmaganligi uchun ularni jazolab bu yerda ularni qana qildi? Mag'lubiyatga uchratdi. Ya'ni shuning uchun bu ummat kelayotgan har bir narsa hargiz ham xiyol qilmasligimiz kerak. Ya'ni o'zimizning xatoligini bir yerga yeb olib turib, bütün bu narsaning hammasini sirtqi dushmandan ko'rishimiz islomda cheklangan edi. Fayajibu shuning uchun alal ummati an ta'lama anillahi va an ta'lama an rasulillahi sallallohu alayhi va sallam va an ta'lama an fiqhil marhalati allati tahyaha va fiqhil marhalati al-muqbila. Ummatga shuning uchun Alloh to'g'risida, ummat Alloh to'g'risida va Rasululloh haqida, payg'ambari haqida bir narsani bilishi kerak bu ummat. Va shundaqla o'zi yashayotgan bosqich, o'zi yashayotgan jamiyat, o'zi yashayotgan bosqichni tushunishi kerak va shundaqla kelgusida keladigan bosqichni ham qanday bosqichlarni ko'zdan kechirganligini ham tushunishi kerak, buni izlanishi kerak dedi. Walan tata'allama al-ummatu zalika min as-suhuf wal-jara'id wal-majallat. Ummat bu narsani, Allohni va Rasulullohni va bu o'z yashayotgan bosqich bu narsalarni gazet jurnallardan yoki xalqaro yoki yerlik axborot vositalaridan o'rganamaydi bu narsani deydi. Balki ummat nimaga qaytgan vaqtda o'rgandi desa bu narsalarni cho'qim bu qiyinchilik bosqichda ummat o'zining kitobiga va rasuliga qaytmoqcha, Allohning kitobiga va rasuliga qaytmoqcha bu narsani o'rganishi mumkin emas deydi. Hiçbir narsa qilib o'rganolmaysiz bu narsani. Rasulullohning so'zlariga qaytmoqcha, ya'ni bu kitob va sunnatdan keyin la haqqa ba'dahu, uning keyindan hech bir haq yo'q. Uning keyindagi hamma narsa botil. Buning keyinidan hech bir haqni topolmaysiz. Buning qaytmoqcha hargiz ummat o'zininki nimasiga hargiz erishamaydi deydi. Shuning uchun ummat bu nimasiga qaytish uchun bu narsaga qaytish kerak va shundaqla ham haqiqiy shar'iy ilmda to'shqan, yetishgan, Rabboniy bo'lgan haqiqiy taqvodor ulamolar qaytish kerak har bir masalada. Har bir yuz berayotgan barliq ishlarda islomning fikrini, islomning narsini elish kerak dedi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhissalom shundoq degan: "Fala budda an nata'allama al-ana anillahi va an rasulillah." Shuning uchun biz eng oldi bilan Alloh va Rasululloh haqida bir narsa o'rganishimiz kerak. Faqat la ilaha illalloh deb qo'ygan tugaydigan ish yo'q. Uning taqozosi va u nimalarni talab qildi, u narsani bilishingiz kerak. Rasululloh haqida payg'ambarimiz kim, qanday yashagan, nimalarni boshdan kechirgan, uning hayoti qanday o'tgan degan narsani bilishingiz kerak. Bu narsalarni bilmay turib, ummat hargiz qalbiga erishamaydi dedi. Shuning uchun har bir musulmon uning
o'rni, jamiyatdagi o'rni qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, mansibi qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, chuqum o'zining hayotidan, vaqtidan ma'lum bir vaqt chiqarib, Allohning dinini, o'z Parvardigorini va rasulini o'rganish uchun maxsus vaqt chiqarish kerak bo'ladi. Sen hayotingga ey inson, hayotingga 24 soat kecha kunduz mishada uxlamay ko'zlaringni qizatib, hayoting uchun, dunyoliging uchun chapsan bu dunyoda. Acaba Alloh uchun, payg'ambaring uchun, Parvardigoringni o'rganish uchun, rasulingning hayotini o'rganish uchun, diningni o'rganish uchun bir vaqt chiqaramamsan acaba? Qandoq musulmonsan? Ya'ni chuqum har qandoq mansub bo'lishidan qat'iy nazar, uning vaqtining qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, chuqum Alloh uchun bir vaqt chiqarish kerak dedi. Ya, shundaqla bu vaqtni chiqargandan keyin baribir o'rgangan narsalarni amal bilan o'rganishi kerakki, chunki amalsiz ilm uningda hech bir xayrlik, hech bir karomat, hech bir qimmat yo'q dedi. Balki agarda so'z amal bilan muxolif kelib qolsa, bir insonning so'zlagan so'zi amaliga qarshi kelib qolsa, bu vaqtda u insonning qalbidagi munofiqlikning uruqining terilganligidan iborat. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo dediki: "Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan 'indallohi an taqulu ma la taf'alun." Ey iymon etgan kishilar, nima uchun o'zinglar qilmaydigan ishni nima uchun deysizlar dedi. Bu haqiqatan Alloh dargohida qilmaydigan narsalarni deyishinglar haqiqatan cho'ng bir jinoyatdir. Shundaqli subhanahu va taolo sura Baqarada dediki: "Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun." Sizlar insonlarni yaxshilikqa buyurib, o'zinglarni unutib qolamsizlar dedi. Ya'ni sizlar o'zinglar kitobni tilovat qilib turib, kitobni o'qib turib, yaxshilikqa kishilarni buyruq qilib o'zinglarni unutib qolamsizlar dedi. Sizlar aqlingizni ishlatmamsizlar dedi Alloh subhanahu va taolo. Payg'ambar alayhissalom Buxoriy va Muslimda rivoyat qilingan hadisda Usama radhiyallohu anhu dadasidan rivoyat qilib shunday dediki: "Yu'ta", payg'ambar alayhisalom dediki, "Yu'ta bir rajuli yawmal qiyamah fayulqa fin nar fatandaliqu aqtabu batnihi fayaduru biha kama yaduru al-himaru fi ar-raha fayajtami'u ilayhi ahlu an-nar wa yaqulun: Ya fulan, ma laka alam takun ta'muru wa tanha 'anil munkar?" فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه نسأل الله العافية. Peygamber sallam dedi ki kıyamet günü bir adam keltirildi, bir kişi keltirildi, cehenneme taşlandı. Bu cehennemde onun cehennemde üçeyleri sörelgen halette xuddi eshak tugmanning atrofida cho'gilanganda shundoq cho'gilaydi dedi bu. Üçeyleri sörelgen halette. Cehennem ahli buning atrofiga to'planib deyishdi-ki: "Ey palani, sana nim bo'ldi? Sen dunyoda yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sib o'tmamsan." Deganda deydi-ki, "Shundoq, men yaxshilikqa buyurib, uni qilmaytim, yomonlikdan to'sib va yomonlikni shuni qilatim" degan edi. Bu Buxoriy va Muslimda rivoyat qilingan hadis. Walillahi Darr ibn Sammak iz yaqul. Ibn Sammak degan kishi shundoq deydi-ki, Alloh rahmat qilsin bu kishiga. Shundoq deganki, "Kam min muzakkirin billahi wa huwa nasin lillah" dedi. Allohni boshqalarga aslatib turgan qanchilgan kishilar borki, amaliyotda u Allohni unutgan kishi dedi. "Wa kam min mukhawwifin minallohi wa huwa jari'un alalloh." Qanchilgan Alloh subhanahu va taoladan qo'rqituvchi kishilar borki, amaliyotda u Alloh subhanahu va taolaga nihoyat jur'atlik, har bir ishni Allohdan qo'rqmay qila oladigan kishi bu dedi. "Va kam min talin li kitabillahi va huwa munsalihun an ayatillah." Qanchilgan Allohning kitoblarini tilovat qiluvchilar borki, amaliyotda u Allohning oyatlaridan so'yingan, ya'ni xuddi yilon terisini tashlab o'tgandek Allohning oyatlaridan so'yinib chiqayotgan, uningga yo amal yo'q, yo bir ish yo'q, yo bir xizmat yo'q. Mana bunday qilgan ishda dedi. Nas'alulloha an yarzuqana sidqa fil qawli wal amal. Alloh subhanahu va taoladan har bir so'zimiz va amalimizda rostchilik bo'lishimizni so'raymiz. Shuning uchun fala budda min al-amali fi kulli al-mayadin la budda min al-ata. Shuning uchun har bir inson har bir o'zining maydonida, o'zining sohasida bu din uchun cho'qim xizmat qilish kerak. Bir narsani chiqarish kerak bu din uchun. Har qanday sohada bo'lishingizdan qat'iy nazar cho'qim iymoniy tayyorlik bo'lishi kerak, ilmiy tayyorlik bo'lishi kerak, amaliy tayyorlik bo'lishi kerak, siyosiy, iqtisodiy, askariy, ruhiy, tarbiyaviy, axloqiy har bir jihatda yetilishimiz kerak. Bu narsaga Alloh subhanahu va taolo mana buning buyurgan bizni. Va a'iddu lahum mastata'tum min quwwa fattaqulloha mastata'tum. Ularga quvvat, kuch-quvvat, yani qodir bularligininglarcha tayyorlik ko'ringlar. Allohning dushmanlariga shunday tayyorlik ko'ramiz. Allohdan qodir bularligininglarcha qo'rqinglar dedi.
Shuning uchun biz yuqorida so'zlaganda xatoliklarimizni sirtqi dushmanlarimizga atib qo'yishga faqat shuningga atib qo'yib, o'zimizni unutib qolishimizga ruxsat yo'q. Fal ummatu lan tahzima abadan. Bu ummat, bu islom ummati hargiz mangu mag'lub bo'lmaydi dedi. Hargiz mag'lub bo'lmaydi. Agarda butun buning sirtqi dushmanlari, yer shardagi butun dushmanlar, Allohning dushmanlari bu islom ummatini yo'q qilib o'tish uchun hammasi to'plashib bir vaqtda hujum qilsa, ummat hargiz mag'lub bo'lmaydi. Rasulullahninki Allohning va'dasi bu ummatga. Lekin ummat bu deganlik hargiz emas, u yerda bu yerda mag'lub bo'lmaydi deganlik emas. Ummat yana umumiy holatda mag'lub bo'lmaydi. Ummat lekin u yerda bu yerda har xil mag'lubiyatlarga uchraydi. Lekin butun zimin ahli kofirning hammasi qo'shilib islomning yildizini quritish uchun, musulmonlarning yildizini quritish uchun hammasi to'plangan taqdirda hargiz mangu yo'qotamaydi. Bu so'zni hargiz men o'z ko'nglimdan deganim yo'q, balki as-sadiqul ladzi la yantiqu anil hawa, hargiz havoyi havasdan so'zlamaydigan Muhammad ibn Abdullah sallallohu alayhi va sallamning Muslimda rivoyat qilingan hadisida Savban radhiyallohu anhu rivoyat qilib shunday dediki, payg'ambar alayhisalom shunday degan: "Innalloha ta'ala zawaliyal arda fara'aytu mashariqaha va magharibaha." Alloh subhanahu va ta'ala zaminni menga yeyib dedi. Men uning butun mashriq mag'riblarining hammasini ko'rdim dedi. Va inna min ummati sayablughu mulkaha ma zawali minha. Mening ummatimdan uning saltanati, uning mulki menga shu yeyib berilgan yergacha yetadigan kishilar bor dedi. Men Parvardigorimdan ummatimni bir aqlam halok qilmasligini so'radim dedi. Va shundaqla va alla yusallita alayhim aduwan min siwa anfusihim fayastabihu baydatahum. Va shundaqla ularga ummatimga sirtqi bir dushmanning, ulardan bo'lmagan, musulmonlardan bo'lmagan sirtqi bir xorijiy bir dushmanni ularga musallat qilib, ularning yildizni, ularning tuxumini qurib etishdan iborat bundoq narsa bilan musallat qilib qo'ymasligini, buning bilan mubtilo qilmasligini Allohdan so'radim dedi. Va annalloha ta'ala awha ilayya va qala ya Muhammad. Alloh menga vahiy qilib dediki, ey Muhammad, inni idza qadaytu qada'an fa innahu la yurad. Agar men bir narsaga hukm qilsam, u hargiz qaytarilmaydi. Va inni a'taytuka li ummatika alla usallita alayhim aduwan min siwa anfusihim yastabihu baydatahum wa law ijtama'a alayhim man bi aqtariha. Men sening ummatingga shuni sana va sening ummatingga shuni berdimki, ulardan bo'lmagan sirtqi dushmanni musallat qilmaslikni, ya'ni ularni butunlay umumiy holatda quritib vayron qilib o'tadigan bir sirtqi dushmanni bermaslik, ato qilmaslikni, agarda butun zimin ahli hammasi to'plangan taqdirda ularni halok qilib o'tmaydiganligini, unda uningga musallat qilmaslikni men shuni berdim sana dedi Alloh subhanahu va taolo. Lakal hamdu ya Rabbana, sana madhilar bo'lsin Parvardigorimiz. Shuning uchun agarda butun Amerika, Angliya, butun zimin ahli hammasi qo'shilib, armiyasi qo'shilib, bu ummatning yo'qitman, bu ummatni yildizini yo'q qilman, islomni yo'q qilman deb yig'ilgan taqdirdami, hargiz yo'q qilinmaydi. Bu Allohning va Rasulullohning va'dasi. Yana bir hadisda shundoq hadisning oxirida yana bir hadisda shu rivoyat qilingan Muslimning hadisida, hatta yakuna ba'duhum yahliku ba'dan dedi. Hattoki ummat ularning ba'zilari ba'zini halok qildi dedi. Ya'ni ummat musulmonlarning ichida, ya'ni musulmon ummatning ichida ba'zini sirtqi kofir dushman emas, balki o'zining ichidan ba'zini halok qiladi degan dedi. Bu hadis rivoyat qilingan yana bir hadisda. Wa fi rivoyati Malik fil Mu'atta Malik rivoyat qilgan hadisda va Tirmizi va Nasa'i fi Sunanin min hadisi Habbab ibn al-Arat radhiyallohu anhu hadisida sahih sanad bilan kelgan hadis shunday dediki, payg'ambar alayhisalom bizga bir namoz o'qidi dedi. Bu namozni shundoq uzun o'qib dedi. Dedikki, ya Rasululloh, sallayta salatan lam tusalliha min qabl. Sen shundoq bir namoz o'qidingki, bundan burun bundoq namoz o'qib boqmagansan deb shundoq dedik. Payg'ambar sallam dediki, ajal innaha salatu raghbatin wa rahba wa inni sa'altu rabbi azza wa jalla salasatan fa atani isnayni wa mana'ani wahida. Shundoq bu namoz shundoq bir namozki, bu rag'bat va rahba, ya'ni qo'rqish bir namozi. Men bu namozimda Alloh subhanahu va taoladan 3 narsani so'radim. Alloh ikkini berdi, birini cheklab qo'ydi dedi. Parvardigorimdan so'radimki, ummatimni biraqla halok qilmaslikni so'radim. Alloh berdi buni dedi. Va Parvardigorimdan so'radimki, ummatimga boshqa o'zlaridan boshqa sirtqi bir boshqa kofir dushmanni musallat qilmaslikni so'radim. Alloh buni berdi dedi. Va uchinchi so'ragan savolim, ummatim ba'si halok qilmasin, ba'sini azobini tetitib vayron qilmasin deb buni so'rasam, qanday qildi? Famana'aniha, Alloh buni to'sib qo'ydi dedi. Demak, ummatga Alloh subhanahu va taolo butun yer shari kofirlar yig'ilsa-mu, bu ummatning yildizini yo'qotamaydi.
Faqat zaqatil ummatu ba'sa ba'daha ba'dan. Ümmet hakikaten bu tarixten bu yan öz içinden özünün nimesini azabını özü tatip geldi ümmet. Şunun için feyecibu aleyna en na'mala alla netekasala ve alla netevakala dedi. Şunun için biz çukum bir hizmet kılışımız gerek, bir amel kılışımız gerek. Herkes hurulluk kılmasımız gerek, tevekkül kılmasımız gerek. Yalğançı tevekküllerini. Ve bütün hakikatlerinin hemmisini özümüzden, xuddi bir izimizden, özümüzden, bütün iradelerimiz, bütün nimelerimiz xuddi yulup tartib elingandak halatda bir ahmaklarcha tevekkül kılmasımız gerek dedi. Allah subhanahu ve taala özüge bu dinge yardım kılgan kişiye yardım berdi. Nusratını şulaga berdi dedi. Wa'ada en yumakkina men amana bihi ve haqqaqa dinahu fil ard. Allah subhanahu ve taala onunğa iman etgan ve onun dinini ziminde emilleştirgen kişilerge va'da nusrat berdiganligini va'da kıldı. Ve la yansurannallahu men yansuru. Kur'an-ı Kerim'de ayette sure Hac dedi ki Allah onunğa yardım kılgan kişiye elbette yardım kıldı. Va'adallahu allazina amanu minkum ve amilus salihat. Sure Nur'da Allah sizlerning içinlardan iman etgan kişilerini ve yaxshi amal qilgan kişilerini herkes iman etib bo'lgandan keyin quruq arzu umidni qilgan emas, amal qilgan kishilarga va'da qildi Allah subhanahu va taolo dedi. Fala budda min al-amal dedi. Shuning uchun har bir maydonda, har bir sohada chuqum yaxshi amal qilishimiz kerak, xizmat qilishimiz kerak bu din uchun. Chuqum iymonimizni yengilishimiz kerak. Summa la yanbaghi an nata'allaqa bil amal. Onun kaynidan bu iymonimizni yenglab bunda qilib bo'lgandan keyin biz arzu umidlarimizni, shirin xiyollarimizni xuddi Allohning muradini va Rasulullahning muradini bilmaydigan kishilarningki arzu umidlarini shirin tushkirib o'ltagandak o'ngda yetib tushko'masligimiz kerak dedi. Fa amalul mu'minin, mu'minlarning arzu armani, ularningki shirin xiyollari qandoq bo'ldi? Mu'minlarning bu shirin xiyollari, arzulari nimaga undaydi mu'minlarni? Mu'minlar nimaga undaydi? Ularni xizmat qilishga, amal qilishga, bir narsani chiqarishga undaydi dedi mu'minlarning arzulari. Ammo munofiqlarningki osmondagi g'azning sho'rpisiga nonchilab yeydiganlarningki bizning tilimiz bo'yicha aytgan vaqtda bularning arzu armonlari nimaga undaydi desa, ularni faqat hurulluqqa, yetishga, shundoq nayt bir xil tushkunlashga undaydi dedi. Bularning arzu umidlari. Hasanul Basri rahimahulloh shundoq go'zal bir so'z deganki, inna qawman alhathum amaniyul maghfira hatta kharaju min ad-dunya wa la hasanata lahum. Shundoq bir qavmlarni mag'firat, Allohning mag'firatidan iborat bu arzu umid, bu shirin tushlar ularni shu narsa, ularning qalbida shu narsa ep ketib, dunyodan ular hech bir yaxshiliksiz chiqib ketdi dedi. Nurg'un qavmlar dedi. Ular deyishdiki, nahnu nuhsinu zanna billah. Biz Allohni yaxshi gumon qilamiz. Bizning qalbimiz ajoyib pok. Bizning qalbimiz zodi Allohni mandaq yaxshi gumon qilamiz deb shunday deydi. Va kazabu law ahsanu zanna la ahsanul amal dedi. Hasanul Basri dediki, yolg'onchi ular dedi, butunlay yolg'onchi. Agarda ular Allohni yaxshi gumon qilgan bo'lsa, chuqum yaxshi amal qilgan bo'ladi. Go'zal amallarni qilgan bo'ladi. Yolg'onchi ular deb shunday dedi. Uqsimu billah al-ummatu la tastahiqqu an-nasr. Sheyx bu yerda deydi ki kelganda, Alloh bilan qasam qilamanki, ummat Allohning yordamiga loyiq emas hozirgi ummat dedi. Uqsimu billah al-ummatu la tastahiqqu al-ummatu al-ana an-nasra. Alloh bilan qasamki, ummat hozir Allohning yordamiga loyiq emas. Buningga ummatning reallik qarab baq dedi. Undur ila waqi'il umma. Sataral kizba bu ummatning yolg'onchilikni ko'rasan, ota-onani qo'shishni ko'rasan, harom yeyishni ko'rasan, yalang'ochlikni ko'rasan, nurg'unlagan qiz ayollarga ko'rib baqin. Satara aklar riba o'sim yeyotgan va nurg'un fohishxona, zina degan narsa uchuq buni ko'rasan dedi. Sataral harba tu'lanu alallohi fil layli wan nahar. Allohga kech kunduz Allohga urush echiyotgan nurg'unlagan ummat o'zini musulmon sanayotganlarning ichida kech kunduz Allohga urush echiyotgan kishilarni ko'rsan dedi. Kayfa yansurullohu ummatan khazalat dinahu, kayfa yansurullohu ummatan inharafat an hadiyin nabiy sallallohu alayhi va sallam. Acaba Allah subhanahu wa ta'ala öz dinini xar qilgan, öz dinini past qilgan ummatni qandoqmi yordam bersin bu ummatga dedi. Acaba Allah subhanahu wa ta'ala payg'ambarining hidoyatidan, payg'ambarining yo'l yo'riqidan chatnigan bu ummatga qandoq yordam bersin? Al-ummatu bi wad'iha al-ana la tastahiqqu an-nasra. Ummat bugungi reallikda yordamga, Allohning yordamiga loyiq emas. Shuning uchun fala budda an na'mala an nujaddida al-iman va an nujaddida at-tawba. Chuqum iymonimizni yengilishimiz, tavbimizni yengilishimiz
oxiratga tayyorlik ko'rishimiz kerak va an na'lama va bilishimiz kerakki oxir zamon bizga soy tashlaganligini bilishimiz kerak. La aqulu zalika, buni hargiz bilmasanga g'aybni bilman deganlik sababdan da'vat qilamiz yo'q buni. Yoki ati bo'ldi qiyomat, yoki bo'lmasa o'g'illik bo'ldi, yoki bir yildan keyin bo'ldi deganligimiz emas. Lekin payg'ambar alayhissalom o'zining avatilishini bizga soy tashildi oxirat degan nima desa, Rasululloh 1400 yildan burun, 1400 yildan ortiq vaqtdan burun Rasululloh dediki, bu istu ana was-sa'atu hatkahatay. Rasululloh o'zining ishorat barmoqlarini ishorat qilib turib, men va qiyomat mana mushuning o'xshash avatildim degan Rasululloh. 14 asr o'tib ketdi. Nurg'unlagan Rasulullohning bergan alomatlarini ko'ryapmiz. Ya'ni bizga soy tashildi bu narsa. Shuning uchun Alloh subhanahu va taologa faqat ig'zingizdek emas, amaliy harakatingiz bilan, din uchun ko'rsatgan xizmatingiz bilan oxirat uchun tayyorlik ko'rishingiz kerak. Ammo oxirat uchun tayyorlik ko'rman deb qo'yish emas, balki oxirat uchun xizmat qilish bilan, amal qilish bilan tavba qilishimiz kerak, tayyorlik ko'rishimiz kerak. Chunki sen shundoq bir zamonda turatimizki, yashayapmizki, fitna fasodlarga to'lib ketgan, shundoq bir zamonda yashayapmizki, hiçbir narsa bu zamanda sen insonningki haqiqiy sof tavhididan boshqa, Allohga bo'lgan qulchilikdan boshqa va butun ibodatlarga qattiq muhofazat qilib turishdan boshqa, haqiqiy e'tiqodni saqlab qilishdan boshqa chin esiladigan bu ummatning bu fitna zamonida esilib qutulib oladigan hech bir qutquzuvchi yo'q bu ummatga. Sahih Muslimda hadis Ma'qal ibn Yasar radhiyallohu anhu ning hadisida rivoyat qilinadiki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dediki, al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya dedi Rasululloh. Ya'ni al-haraj, ya'ni fitna fasodchilikqa to'lgan, fitna fasodchilikda bo'lgan ibodat menga bo'lgan hijratga o'xshash dedi. Mening yenimga bo'lgan hijratga o'xshash dedi Rasululloh. Shuning uchun ey mu'min Rasulullohga hijrat qilgan, Rasulullohning yeniga hijrat qilgan. Nima bilan? Ana shu vaqtda diningni, e'tiqodingni, aqidangni butun sog'lom holatda go'zal, yaxshi ibodatlarni qilib, bu din uchun yaxshi xizmat qilish bilan dedi. Shuning uchun la tatakhalla anil ulama'ir robbaniyina fi hadha zaman. La taqul min indi nafsik. Shuning uchun bu zamondagi haqiqiy sog'lom, solih, taqvo ulamolardan hargizmi o'zingni tashlab qo'ymagin dedi. Hargizmi sen o'zingning yenidan bir narsani o'zingning kallanga kelgan bo'yicha, xiyolingga kelgan bo'yicha, o'zingning aqli bo'yicha, o'zingning havoyi, havasing bo'yicha bir narsani demagin dedi. Bu din to'g'risida hech bir narsani bunday so'zlamagan dedi. Bo'libmi g'aybga aloqador bo'lgan, e'tiqodga aloqador bo'lgan narsada texmi bak. Belirce chuqum o'limalarga qaytgan. Hargizmi hech bir amalni ahli ilmga, haqiqiy taqvo kishilarga qaytmay turib, hech bir amalni bilmagan amalingni o'zing bilgancha qilmagin. Hargiz bu yo'lda, bu din yo'lda hech bir qadamni chuqum Allohning kitobi va Rasulullohning dalilisiz, shu narsa shuning ko'rsatmasiz holatda bosma bu yo'lda dedi. Kilerki en ahirki nimeninki, g'albininki va shundaqli yaqinda bo'ladigan inshaalloh Allohning iznidan yaqinda bo'ladigan bu g'albininki, bu ummat uchun Allohning va'dasi va Rasulullohning va'dasi amalga oshadigan bir nimeninki kelish orzusida va umidimiz. Chunki anna ashadda sa'atil layli sawadan hiya as-sa'atu allati yaliha daw'ul fajr. Chunki kechininki eng qorong'u bo'lgan, qorong'u eng qattiq bo'lgan mezgili fajrdan burun bo'ldi. Kechining ichidagi eng qorong'u tushgan vaqt fajr bomdat, ya'ni fajr yurishdan burun eng qorong'u bo'ldi. Uning keyindan fajr yurug'iga o'xshash ummatning ustidagi bu ochiq reallikmi ham inshaalloh bu ummatga keladigan islomning va tavhidningki subhisidan iborat bir narsaga bishorat inshaalloh Alloh subhanahu va taolaning rahmati bilan so'zimizning oxirini Alloh subhanahu va taolaning tuvandagi so'zi bilan oxirlashtiramiz. Innallazina, Alloh subhanahu sura Anfal deydi-ki, innallazina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasra thumma yughlabun wallazina kafaru ila jahannama yuhsharun. Shaksizki kafir bo'lgan kishilar ular mollarini liyasuddu an sabilillah, Allohning dinidan to'sish uchun har xil sahada, har xil nimalar bilan yo'llar orqali Allohning dinidan to'sish uchun shu yo'lga chiqim qildi dedi. Allohning dushmanlari, kafirlar shu yo'lda chiqim qildi dedi. Fasayun uni chiqim qildi bo'ladi shu yo'lga. Summa takun, uning keynidan ularga shu chiqimlarning hammasi hasratga aylandi dedi. Summa yughlabun, andan keyin mag'lub bo'ldi bular. Vallazina kafaru, kafir bo'lgan kishilar jahannamga hashr qilindi, jahannamga haydildi dedi. Mana bu Allohning va'dasi.
inshaalloh. Naam litatimma hunalikal hasratul kubra. Mana bu kafirlar dunyoda qilgan shu butun ishlarininki, dunyoda ko'rgan shu hasratlarning eng cho'ng hasratninki ana shu yerda tamomlanishi uchun vallazina kafaru ila jahannama yuhsharun. Jahannamga hashr qilinib shu yerga haydlanadi. Ana shu yerda eng cho'ng halokatni ko'rish uchun. Hada va ma kana min tawfiqin fa min Alloh wahda. To'g'ri e'tiqodlarimiz Allah tavfiq berganlari faqat yolg'iz va yolg'iz Allah subhanahu va taala tarafidandir. Va ma kana min xata'in aw sahvin aw nisyan. Xatolik yuz berganlari, sahvi bo'lib qolganlari yoki unutilib qolganlarimiz faminni va minash shayton, mendan va shaytondan a'udhu billahi an akuna jisran ta'biruna alayhi ila al-janna va yurma bihi ila jahannam va a'udhu an uzakkirakum bihi va ansa. Allah subhanahu va taoladan meni jannatga o'tadigan, jannatga o'tib oladigan bir ko'ylik bo'lib qolishimni va sizlar jannatga o'tib olgandan keyin jahannamga tashlanishimni Alloh sig'inib panoh tilayman va shundaqla sizlarni asıltib o'zimni unutib qolishni Alloh subhanahu va taoladan panoh tilayman. Va axiru da'wana anil hamdulillah.